Mana bugun bizlarda sotuvimizda Xitoyda ishlab chiqarilgan original publishni spalni garnitur keldi. Video oxiriga ko'ringlar, qisqacha obzor o'taman. Spalni garniturimizda kravatga e'tibor qaratinglar. Juda ham katta qilib ishlab chiqarilgan. Razmer 220 ga 210, matrasli testa ortopedik yangi matrasdan qo'yilgan. Kravatimiz bosh tarafiga e'tibor qaratinglar. Bosh tarafi mana buyumlar baland va o'zini addenni mayodagi gullari, naqshlariga e'tibor qaratinglar. Juda ham skromli ishlab chiqarilgan. Kampiligimizda ikkita tumbichkamiz bor. Tumbichkalarimiz yarim bilimdan keladi. 3 ta tortmasi mavjud. Buni ikki yonlariga qaranglar, qanaqa did bilan ishlab chiqarilgan. Juda ham skromli turibdi. Va menga eng yoqqani mana shu tosh oynamiz bo'ldi. Tosh oynamiz bagayka oddiygina skrom turibdi. O'zini mana yoqda naqshlari, ranglari ajralib turadi. Buni ham xuddi ikki yon chetida shunaqa dizaynda ishlab chiqarilgan. Haqiqatan ham did bilan ishlab chiqarilgan. Ikkita eshik va 3 ta tortmasi mavjud. Bizning eng asosiy shkafimizga keldik. Shkafimizni ko'rsanglar bo'ladi. Shkafimiz juda ham katta qilib ishlab chiqarilgan. Razmeri 280 ga, tepadan pastgacha 2,5 6 yillik qilib ishlab chiqarilgan. Ikki yoni polkalik, o'rtasi 5 yillik qilib ishlab chiqarilgan. Buni ham mana bu yonlariga qaranglar, qanaqa did bilan ishlab chiqarilgan. O'zining mayodagi gullari, naqshlar haqiqatan ham xitoylik akalar skromli ishlab chiqarilgan. Bu ko'rib turgan spalni garniturlar narxi $950. Bunaqa narxda topa olmaysizlar. Bizga bemalol murojaat qiling. Pastda telefon nomeri yozilgan. Hammaga kattakon rahmat.